Atiga $65 Eramax brendidan ham 220 ga ham 380 ga ishlaydigan inverterli svarshniy apparatimiz. ZX7 450 amperli, mana peshanasiga ham 120 voltdan 560 voltgacha ishlaydi yozib qo'ygan. Orqasiga ham yozib qo'ygan mana. Ham 220 ham 380. Xullas dva v одном. To'k pastroq yerlarda 380 kW maza qilib ishlasa bo'ladigan svarshniy apparat. Narxi bor, atiga $65. Narxi juda ham qulay chiqqan. Eramaxdan 3 xil svarshniy apparat ko'rsataman. Mana xo'jalik bor, lyubitelnisi bor, endi professionallarga ham bor, endi katta zavodlarga ham ertalabdan kechgacha kuniga 25 soat ishlatadigan akalarga eng katta industrialniy Eramax xullas marazi 380 ga ham 220 ga ham ishlab beradi. Narxlarni bitta tanishtirib o'taman. Xo'p, video yoqib turgan bo'lsa, bitta like dan bosib kanalga podpiska qilib qo'llab turaverasizlar. Bunaqa videolar bor, jinnilari hali oldinda, shuning uchun ham kanalga podpiska qilib qo'yasizlar, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Eramaxdan inverterli svarshniy apparatimiz o'zi ham ixchamgina, yengilgina. O'chirib yoqadigan kulchatorlari. Xo'p, ZX7 350. Xullas bu apparatimiz lyubitelniy, xo'jalik bor, yengil ishlarga, masalan, elektrikmi, santexnikmi, yengil ishlatadigan ustakalarga tavsiya qilamiz. Narxi ham yengilgina $40 ga Eramaxdan 350 talik svarshniy apparatimiz. Xo'p, 2-3li elektrodlarni mazasini qochirib beradigan svarshniy apparatimiz. Garantiyasi 6 oy garantiya beramiz. Xullas Eramax parod qilmaydigan maraz chiqyapti. Aytib o'tganda ZX7 450 talik 120 voltdan 560 voltgacha ishlab beradi. O'zi ham og'irgina ekan. O'chirib yoqadigan kulchatori 220 dan 380 gacha bemalol ishlab beradi. Xullas apparat 4li 5li elektrodlardan maza qilib yoqib beradigan apparat. Narxi aytib o'tganda $65. Endi eng katta giganti MMA 800 displey, monitor, har xil funksiyalari bor ekan, ko'rib turibsizlar. Maza qilib ishlatadigan svarshniy apparat. Shtuserlari ham katta baquvvat, o'zi ham og'irgina. Industrialniy degani eng zo'rlari. Orqa sovutish tizimi kattagina ventilator qo'yilgan va o'chib yoqadigan kulchatorlari bor. Ikkitadan avtomat bo'lyapti. Nagruzkaga chidamli apparat. 220 voltga ham ishlaydi, 380 voltga ham ishlaydi. Mana bu zazimlinasi bo'ladi. Xullas bor, apparat o'zi gigant, narxi suv tekin chiqqan lekin bor. Atiga $120 ga katta apparat. 6li dislam elektrodni borini yoqaman deyapti. Gaplashib ko'rsam, elektrodni borini yoqaman deyapti. Xullas apparatning marazi. Narxi atiga $120. Xullas suv tekin narxda bo'lib ketdi. Eng kattasi $120, va bu bo'lsa $65, va bu eng kichkinasi bo'lsa $40. Narxlariga menimcha 100% arziydigan apparatlar. Amalda bitta ishlatib ko'rsatib beramiz, 220 voltga ulab bitta yoqib beramiz. Elektrod qanaqa yoqadi, birgalikda ko'ramiz. Xullas hamilyon maskani bor, yomonidan keldi. Avatar hamilyon maskamiz yangilik. Narxi bor 80 ming so'mdan qilib beryapti. Sifati moshinasidan o'zim ham toqib oldim. Chotki. Betda ham bemalol himoya qilib berar ekan. Elektrodlar bitta ko'rsataman. 2li elektrod, mana eng katta elektrodimiz. Razmeri nechiligini bilmadim. Bilganlar kommentda fikrlanib kutaman. 2li eng kattasi. Bitta yoqib ko'rsatamiz ham. Apparat bilan gaplashsam, bolachan olib tasham aka deyapti, odamni uyaltiryapti deyapti. Katta gigantini qo'ydim. Elektrod razmerini aytib ketasizlar. Savarchilar bo'lsa oramiz. Ko'rtirsizlar, katta elektrodni mazasini qochirib o'raydigan apparat. Nasha apparat bo'ladi. $120 ga arziydi yo'qmi? Kamiyatda fikrlanib tutaman.